Ovqatlanayotganimizda siz kimni oldida o'tirgan bo'lardingiz deyman. Hop, qaynonasini tanlagan qizli 5 baho deyman. Kuyovni tanlaganligi 2 baho deyman. Ana, bu opam ham to'g'ri gapiryaptilar. Amman ham shunaqa de. Kelin degan qaynonani oldida o'tirmaydimi? Opa 5 ketdim sizga, to'g'ri gapirmas. Voy yana mana. Erining yonidan ketmaydi bu qiz, ha? Qanaqa kelin bular, ha? Yopishib olgan. Vohlikdan olib kirib ketadi, yetelab bolammi, ha? Nima qilyaptan surkalishini, voy. Bugun bir nima qilaman. Davleniyam oshdi deyman deb, shartta o'g'limni chaqirib olib 3-4 gacha oldimda olib o'tiraman. Voy, tan qizg'anyapti. Yo'q, qizg'anyapti. Endi bolam-ku mani. Xongirga ishkala topga bering, kechqurunmish. Yarim kechasi qayerga chiqadi bolam, o'zi charchab kelgan ishdan. Ovqat qilayotganda ham eri tepasida turish kerakmi? Ha? O'zing qilsang bo'lmaydimi? Bolam bilan birpas gaplashishga qo'yasanmi, yo'qmi? Bugun bir bopliyman, qara. Hali sovunimga kir yumabsan, sanga berib qo'yadigan o'g'lim yo'q mani.